Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga BirXBet platformasida qanday qilib xatosiz ro'yxatdan o'tish mumkinligini ko'rsataman. Avvalo, rasmiy ro'yxatdan o'tish sahifasini oching. So'ngra sizga qulay usulni tanlang. Siz telefon raqami yoki elektron pochta orqali hisob ochishingiz mumkin. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakatingizni tanlang va faol telefon raqamingizni kiriting. Shundan keyin ishonchli parol yarating. Parolda harflar va raqamlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga BirXBet Pro promo kodini kiriting. Keyin barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Hisob muvaffaqiyatli ochilgach, telefon raqamingiz yoki elektron pochtangizni tasdiqlang. Bu hisobingiz xavfsizligini oshiradi va keyinchalik platformadan foydalanishda qulaylik yaratadi. Profilingizdagi ism, familiya va tugilgan sana kabi ma'lumotlarni hujjatdagi kabi to'g'ri kiriting. Noto'g'ri ma'lumot kiritish hisobni tasdiqlash jarayonida muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolarda foydali qo'llanmalar va boshqa mavzularni ham ulashib boraman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.